Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hayotimizdagi psixologiya 4-darsimizga xush keldinglar. Diqqatimizni nimishqa yig'olmaymiz degan bu temaga mencha hammalar qiziqadi deb qarayman. Endi diqqat zehnimizning biror narsaga yoki ish ustiga markazlashishidir. Yana oldingi soat darsimizda esinglarda bo'lsa, sezgi a'zolarimiz bir uchurlarni qabul qilgandan keyin bu miyamizga bordi va miyamizda bizning aslida bor bo'lgan shu narsaga bo'lgan tunishimiz orqali birlashish orqali idrok hosil bo'ldi. Ve bu jarayonda biz diqqat qilgan narsalar, ya'ni sezgilarimizda nurg'un narsalarning uchurlari ko'rdik. Quloqdan jiq narsa anglaymiz, ko'zimizda ko'ramiz, ammo biz diqqat qilganimizga diqqatimizni markazlashtiramiz. Muskul xuddi chiniqtirg'ili bo'lgan o'xshash, muskul chiniqib, uni kuchlantirgili bo'lgan o'xshash, diqqatni chiniqtirg'ili, kuchlantirgili bo'ldi, ammo diqqatmi charchaydi va diqqatmi chechildi. Diqqatimiz nimishqa chechildi unda bo'lsa, psixologik omillar bundan cho'ng rol o'ynaydi. Yerim qolgan ishimiz, shu vaqtdagi hissiyotimiz, har xil yuz bergan masalalar degandek ishlar bizniki bir ish qilayotganda boshqa ishlarni o'ylashimiz, shu ishlardagi kayfiyatimiz degandek ishlar shu ish qilayotgan chog'dagi diqqatimizga ta'sir ko'rsatadi. Anda fiziologik omillar ziyoda ochlik, ziyoda to'qliq, og'rib qolish degandek ishlarning diqqatimizga ta'sir bo'ldi. Shu vitamin D'ni jiqroq to'liqlab berishimiz kerak, qon azosi, qon to'liqlashimiz kerak deb ham doktorlar jiq tavsiya qildi. Bu vaqtda tashqi muhitning ta'sirimi, tashqi muhit bek varanchiroq bo'lsa yoki bek insonga besim olib keladigan bir xil muhit degandek muhitlarda diqqatimiz jiq chechilib ketadi. Andin ijtimoiy taraqqiy atlab turib tartibsizlikka kelsak, tartibsizlik, plansizlik, insonning turmushidagi tartibsizlik, plansizlik haqiqatan inson turmushininki sifatini tuvaltiydi. Endi bu yerdagi tartibsizlik, plansizlik hamma ishlarga ta'sir ko'rsatadi. Endi ijtimoiy taraqqilarga kelsak, bugungi masalamiz dal shu. Ya'ni ijtimoiy taraqqilarga qanchalik so'linib qolganligimiz, qanchalik darajada ishidan chiqolmay ketayotganligimiz, ya'ni bolalarimizning qanchalik darajada uning ta'siriga uchrab ketayotganligini internet xumori degan so'z orqali bila olamiz. 90-yillarda, 80-yillarda internet xumori degan bu so'z yo'qdi. Ya'ni mana 20 yil ichida internet xumori degan bu kasallik o'tirg'i chiqdi. Bu haqiqatan bir kasal. Mana pastazima inglizcha yozganlarimning hammasi kasal. Mana shu Yeshilay jamiyatidan o'tirg'i chiqqan kasallikning shifodini tövanda yozdim. Masalan, bir necha minut qo'yib soatlarcha vaqt o'tkazish, telefonda bo'lsin, kompyuterda bo'lsin, hozir bakrak telefonga. Anda atrofdagilar telefonda o'tkazgan vaqt haqida yolg'on so'zlash. Ballarda, yoshlarda jiq bo'ldi. İnternetdə paranglashishni tanlash. Qarasangiz, hozirgi yoshlar, hozirgi bolalar mehmonga berishni yaxshi ko'rmaydi, mehmonlar kelsa, mehmonlar bilan ko'rishmaydi, paranglashmaydi, ammo to'rda qarasangiz, do'stlar bilan yoki to'rdagi to'rdoshlar bilan shunda uzoq paranglashadi yoki to'rda nihoyat jiq do'stlar bor. Ondan internetga chiqish uchun tomoqdan voz kechalaydi, darsdan, uchrashishlardan degandek ishlardan hammasidan voz kechalaydi. Kompyuter yoki telefonda bek uzun vaqt sarf qilish sababidan o'zini ayiblaydi. Bir kun 1 soat, 2 soat vaqt sarf qilib qolsak, shunda vaqtimiz uchun ishimiz og'riydi. Yana birdamdan keyin yana huzurlanamiz, uni qilganimizdan, yana birdamdan keyin yana ishimiz bearam bo'lib ketadi degandek, shunday ishki hissiyotning arsida qilish. Ondan to'r yo'q muhitda o'zini siqilish, his qilish, xotirjamsizlik his qilish, o'zini bo'shliqda turib qolgandek his qilish mushlarimiz internet xumorininki ifodalari. Endi netlasfobiya endi ismidan chiqib turdi. To'r yo'qligidan qo'rqinish his qilish. Fobiya degan gap bu qo'rqinish, psixologiyadagi kasallik. Endi nomofobiya degan nomobile fobiya, ya'ni telefon yo'q bo'lsa, yana qo'rqinish his qildi inson. Homofobiya bo'lganlarda shu uchurni telefondagi har qaysi ijtimoiy taraqqilardagi uchurlarning hammani ko'ryapmasa, ishchi siqildigan, hammani ko'ryapmiz, xotirjamsizlik his qildigan, dunyoda ayrilib qolgandek his qildigan mushta hissiyoti bo'lib qoldi ekan. Bularning hammasi shu internet xumoridan kelib chiqqan ishlar. Yarim kechagacha to'rda vaqt o'tkazish degandek. Bu internet xumorininki inson bo'lgan ta'siri albatta nihoyat kuchli. Mana men hozirga qadar so'zlagan darslarimda albatta hammalar nurg'un vaqtlarda to'rlarda bo'lsin yoki televizorda bo'lsin bu mazmunlarni ko'rib o'tgan. Bugungi so'zlamoqchi bo'lgan dopamin to'g'riliq mazmunimda balkim hozirgacha anglab boqmagan bo'lishinglar mumkin yoki ba'zilaringlar to'rda ko'rib boqqan, bu mazmunlarni anglab boqqan bo'lishinglar mumkin. Yana bir ta'kidlab qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Ham o'zimni bek muhim his qildim. Necha kundan beri kallamdan ketmayotdi bu mazmun.
Hem de dopamin bir rağbetlendirici hormon. Muş meni dersini sözlegen çağda men şu yemeni çıkargantım, cedvelini çıkargantım. Bu insanga huzur bağışlaydı, o rağbetlendirdi ve qayt şu işini kığız keldi dopamin acırlıp çıkan vakitte. Hem de dopaminninki ziyade köp acırlıp çıkışı yaxşı iş muamma. Mesela muş pastiki muş işlerde dopamin köp acırlıp çıkıdiken. Mesela bir-birlep körüp baksak ictimai taratqularda köp vaqt ötküzgende. Ben bir neçelerden aldım. Balam bek telefon gördü, bek telefon körgenki şonlar mana ems körelep taşlap berim, bir zerikken günü qaytırıp berdim manga deydi. Herkes onda emas. Bu yerki telefon mesela bir tal kitap bolsa, buni o'qiyversa o'qib zerikip albatta qaytırıp berdi. Eğer o telefon bir oyuncuk olsa, oynap zerikip qaytırıp berdi. Lekin o nima? Onun içindeki ekran. Ekranın içindeki bir dünya. O to'xtamay o'zgarib turgan dunyo, to'xtamay yangilik keldi, to'xtamay inson miyasini g'idig'laydi, to'xtamay unga ta'sir qildi va bu to'xtamay g'idig'lash, to'xtamay ta'sir qilish dopaminninki ajilib chiqishiga ta'sir ko'rsatadi. Dopamin har bir ishlar shu telefonda ko'rgan narsalardan ta'sirlanib yoki o'shanda o'z ris qilib oshtaqan chog'da bir ajilib chiqadi. U ajilib chiqqandan keyin teg'im telefon ko'rgisi keldi, telefon ko'rgandan keyin yana bu ajilib chiqadi degandek bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Hem geldik uşaq çek ve ziyade tatlıq, tuzluq, yağlıq nəsələn yeyiş, sırtıq, tamaq yeyiş. Bunların nemiz yeni bağ deyişiniz mümkün. Elbette uşaq çek nəsə yeyişlə, tatlıq, tuzluq, yağlıq nəsələ yeyişlə adam bədənin intihar ziyarlılıqlığını bilimiz. Sırtıq tamaqlarının bu tərkibinin qançıq şikayətlikini həmimiz obdan bilimiz. Lakin endi bunun gerçi bivasitə şu vaxtın özləm adamını ziyarlaması mı ama bunun bir cihetten sağlamlıkka, mesela adamdanki bedende may qaplap ketiş yoki qandaki şekerini öltütiş degandek zihni buluştun sırt psixikimiz qo'ygan ta'siri nima degan chog'da biz mushta narsalarni yeyvergan chog'imizda tatlıq narsalarni yegan chog' shunda huzur his qilamiz. Turklarda ig'ir bu ish. Kunda kech demasdan kech soat 9-10 bilan kunda bir tatlığını yemese, kechki tamoqdan keyin choy ichib tatlıq yemese, nihoyatda bearam bo'lib ketadi. Ya'ni bu kasalliklar yetib borganda bearam bo'lish. Anandaki sırtı tamaq yeyish. Hem de sırtı tamaq yeyish nati huzurluq yaxshi yeyish. Xuddi eng asli degandek mana do'stlar bilan soatlarcha parangishish, kunda birga o'ynab yurish, sırtı tamaq yeyish herkes xatoy degan gap emas. Ya'ni bu insonning ijtimoiylashishida nihoyat muhim rol o'ynaydi. Ama bu davamlıq bo'laverasiz. Davamlıq sırtı tamaq yeyishni yaxshi ko'rib ketadigan, davamlıq do'stlar bilan soatlarcha parangisishni yaxshi ko'rib ketadigan, kunda birga o'ynab yuradigan manda bo'lib qolgan bo'lsaqchi, demak bu insonningki şu işlerini qilgan chog'da nihoyat huzur his qilganligi va huzur his qilgan chog'da dopamin ajralib chiqadi. Dopamin ajralib chiqqanki bu ishlarni teg'im va qilg'isi keldi va mushundaq ishlarda siqib turib ajratib chiqarimizda dopaminni kuchab ajratib chiqqan bo'lgandan keyin men hozir boshqa misollarni qo'shib so'zlaylik. Masalan, hayajonli musiqalarni anglash, anki shahvoniy ko'rinishlarni ko'rish, onanizm qilish, kompüter oyunu oynaş, tamak, içimlikler içiş diyendek muşundaq işlarınki hemmisi dopaminni zade şu küçüp köplep acırtıp çıkışığı sebepçi boğalık üçün əməliyyatda insanın ruhiyetigi paydalıq boğan. Sağlamlıqni mı qoyup duraylı? Ruhiyetigi paydalıq boğan bir qism işlarni insanga zerikishlik his qildurdi o chog'da. Kitap o'qish. Kitapda telefondagidek to'xtamay vaq o'zgarib turgan ko'rinishlar yo'q. Kitapni siz o'zingiz o'qib, tushunchangiz bilan birlashtirib, uni tafakkur qilib, demak bunday jarayonlarda o'tasiz. Ba'zi odamlar buningda zerikishlik his qildi. Undan keyin sırtlarda yalnız meniş yoki yo'l manganda, avtobusda yoki bir yerlarda zikr qilish yoki tafakkur qilish, bir narsalarni o'ylash degandek ishlarning hammasi zerikishlik bilindi bu vaqtda. Zada avtobusga chiqamiz, 1 soat yo yarim soat ketadi, avtobusga deymiz, telefonni olamiz, telefon bilan vaqt o'tkazamiz. Lekin hozir masalan avtobusda o'tirib, yo'llarga qarash, manzillarga qarash degandek ishlar asli insonga bir fikr olib keldi. Bir tafakkur olib keldi. Insonni tafakkurga boshlab ma'ndi. Biz mushundaq ishlar sababidan mayli telefon bo'lsin, mayli misha deyilgan hamma mushundaq ushaq chek narsalarni yeb, sirti tamoq yeb, to'xtamay boshqalar bilan ko'rishib, to'xtamay kunda o'ynab yurib, kunda mushundaq ishlarni qilib bek rahatlab, bek huzur his qilib, yana qayt qilib degandek insonning badanidagi shu anda ajralib chiqqan dopamin miqdori ko'p bo'lg'achqa boshqa vaqtlarda insonga darhol ham xushalik olib kelolmaydigan, lekin bir umrlikka foydali bo'lgan, dunyo oxiratligi
dünya ahiretdeki paydalı bo'lgan ishlarda biz zerikish hosil qilgan bo'lib qolamiz. Shuningdek bizning ibodatlarimizdagi xushuqning yo'q bo'lib ketishi, diqqatimizni kitoblarga markazlashtirolmasligimiz, o'rganishga markazlashtirolmasligimiz, nihoyat go'zal suhbat so'rovlaridan huzur ololmasligimizning sababini dal mushlardan. Ham dopamin albatta xato, ya'ni dopamin xato demaymiz, ya'ni dopaminniki ziyoda ko'p ochilib chiqishi sababchi bo'lgan mush ishlarni ko'plab qilish albatta xato. Ham dopamin ro'si tutishimiz kerak deb qarayotgan tadqiqotchilar dopamin ro'si degan zoti nima? Bilimiz ro'za. Hem de bugünkü dersimizden biz rozımızdanki yeni bir şeriatda yo'l qo'yilgan farz ve insanlar xalab tutilgan nafli ro'zniki ne kadar muhim ekanligini bugünkü dersimizden texmi bek his qildik deb qarayman. Chunki bu shu ro'za insonga tibbiy jihatdan bir sog'lomlik ilib kelsa, mayli badanninki bütün zaharlar, bedendeki zaharlarni haydash jihatdan bo'lsin yoki uchay bilan oshqozonning xizmatini yaxshilash jihatdan bo'lsin degandek, bu insonning badaniga sog'lomlik ilib kelsa va uning ro'yitiga ne kadar sog'lomlik ilib kelganligini bugungi darsimizda texmi his qildik. Bu nafsininki bir amilninki dopamin ekanligini bugun his qildinglar. Dopamin asli eski hormon emas, bu bek yaxshi, bu bek insonni rag'batlantiradigan, vazifalarni qilgancha uningga xushallik ilib, yaxshi energiya olib keladigan, shu ishlarni xushallik bilan qiladigan munda bir hormon. Ammo qanday bo'ldi? Boy deganimizdek biz bir qism ishlarga ishiltib ketib, buni ba'zi bir qism ishlarda ajratib chiqarammaydigan bir holga kelib qoldik. Dopamin ro'sida qanday qilamiz degan chog'da telefonni faqat telefon kiradigan holatga to'g'rilab qo'yib internetda butun etib etamiz. Bunga niyat qilsak internetda butun etib etamiz. Ondan keyin buni yarim kun, bir kun, bir hafta va bir oy degandek mushta holatda olib borsak bo'ladi. Ya'ni biroqlam undaq bir oy yo 2 oy undaq qilib bo'lmaydi inson bunga xumor bo'lgan chog'da. Bu vaqtlarda biz qanday qilamiz? Amal bor. İxlos bilan ibodatlarga ahamiyat berishimiz, yo'l manganda, avtobusda, tamoq etganda bo'z telefon ko'rmasdan biz bu vaqtlar nurg'un kishilar deydigan, "Voy, men vaqtni tejab 1 soatlik, 2 soatlik darslarni tamoq etganda, yo'l manganda, avtobuslarda anglab o'taman" dedik. Lekin bu shu tejalgan vaqtimizda nima qildik? Ya'ni mush darslarni tamoq etganda, yo'l manganda, avtobusda anglab o'tdik. Undan keyin tejalgan vaqtimizda yana telefon o'ynab o'tirdik. Undan biz bek mo'yin bo'lgan, masalan, shu bizning Farabiy darsxonamizdagi darslarga o'xshash mo'yin bo'lgan darslarga ma'lum bir vaqtni olsak, shu vaqtni o'zida kompyuterga qarab, bundan xotir qoldirib, bütün diqqatimiz bilan ko'rsak, undan keyin bu vaqtda tafakkur yurgizsak, texmi yaxshi emasmi? U yerdan bu yerdan hamma darslarni yerimdan yerdan bunda anglab, uniki bizning diqqatimizga kirmagan yoki bo'lmasa bir tafakkurimizdan o'tkazmagan holatda tashlab qo'ygandan amaliyotda 5 minut, 10 minut, 15 minut bo'lsa-mu, uni oldida o'tirib turib anglamamiz yandan yaxshi. Anda kunda az deganda 20 minut kitob o'qish, garchi bu kitob o'qiydiganlarga nisbatan az vaqt bo'lsa-mu, qattiq kitob o'qimaydigan odamga nisbatan nihoyat jiq vaqt hisoblanadi. Buni hamda oila ichi qilishni nihoyat tavsiya qilman. Buni bizning oilamizda davomli sinaymiz. Kichik bolalarimiz bilan ayol hammalar bir yerga kelgandan keyin hozir hammamiz kitob o'qiymiz, kitoblaringlar yininglar, ekvilinglar 20 minut gap qilmaymiz deb telefonni to'g'rilab qo'yamiz. To'g'rilagandan keyin bolalar buni ko'ralaydi. Bu 20 minutgacha gap qilmaymiz. Bolalarimiz yinimiz kirib, buni deb qilish mumkin. Telefonni asta ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. Vaqtimiz to'shmadi. Birdamlik keyin qilaylik deb-chi. Siz kitobingizni o'qiyvering, men kitobimni o'qib olay deb. Shu 20 minut ichida amaliyotda kunda davomlashtirsak, 20 minut ichida adam az deganda 15 bet, az deganda 10 bet bo'pti, jiq deganda 20 bet kitob o'qib olaydi. Har kuni 20 bet kitob o'qib qo'ygan bir oyda 600 bet kitob o'qiysiz degan gap. 600 bet ba'zida 2 kitobni ko'rsatib qoldi. Shu hisobda kitob o'qish odati odamga har jihatdan yaxshi, kitob o'qish odati o'zimiz bilamiz endi. Ro'y jihatdan insonga nihoyat yaxshiliklarni yetib keldi. Yeziqchilik qilishmi bek foydali. Men bu yeziqchilik qilishni shaxsiy maslahatlarda bo'lsin, guruh maslahatlarda bo'lsin, guruh tarbiyalashlarda bo'lsin, bek tavsiya qilman. Ya'ni o'zimizning kichik vaqtida bo'lgan ishlarni apamizga, dadamizga bo'lgan ko'z qarashlarimizni, ularning kishiligini, o'zimizning kishiligini bo'lgan masalalarni hammani shu yezib chiqinglar deb topshiriq bermadi. Bu chunki bek foydali. Bizning tafakkur yurgizishimiz, diqqatimizni markazlashtirishimiz uchun bek foydali.
Endi çeniqishning foydasini hamda ayrim so'zlab o'tamsam, haqiqatan bu çeniqishninki nurg'un foydasini ko'rganlarni jiq deb qarayman. Endi farzandlar bilan yaxshi vaqt o'tkazish. Bu yaxshi vaqt o'tkazish degan chog'da telefon bilan farzandingizning yanida o'tirgan vaqt boshqa, telefonni egiz yerga evitib turib, uning to'rig'i hech qaramay turib farzandlaringizdan vaqt o'tkazib beqing. Siz balalaringizdan ta'sirlanib, balalaringizni yaxshi ko'rib quchoqlab, dopaminlar emas, bu chog'da dopamin majrilib chiqdi, serotonin majrilib chiqdi, oksitosin majrilib chiqdi. Nihoyat odamiylik huzurlanib ketadi. Balalaringiz sizdan his qilgan huzur bilan balalaringizdanki badandan dopamin ajrilib chiqardi, serotonin ajrilib chiqardi. Balalaringizdan bexatarlik tuyg'usi kuchaydi, ikkilar orasidagi bog' kuchaydi. Bu nihoyat foydali asli. Mushu nurg'un ishlarni telefon yo'q, internetdan uzoqlashgan mushta sharoitda qilish bizga shu ishlarni davomli qilgandan keyin asta-asta shu ishlardan huzur his qilgan. Huzur his qilgandan keyin yana davomli shunday ishlarni qilg'imiz kelgan bir kayfiyat shakllantirdi. Endi dopamin albatta bu butunlay xato yoki butunlay ayrilib ketgan bo'lgan bir narsa emas. Bu bir hormon. İnson badanida komboz bo'lmaydigan dopamin, serotonin, shunday hormonlar bizning xushhallik hormonimiz. Bo'lsa, ajrilib chiqsa biz har vaqt xushal, rahat, baxtli o'talaymiz. Alloh taolaning bizga bergan ne'mati. Ammo biz buni egizbas qilsak, bu hormonni ba'zi bekchi qaytib, ba'zi bek azaytib egizbas qilsak, bizga bo'lgan ziyni nihoyatda og'ir buningki. Demak, dopaminning yo'q bo'lishimiz uchun ziyonli ekan, ziyoda ishib ketishimiz uchun ziyonli ekan. Bugungi darsimizda biz diqqatni charchadigan omillarning orasida dopaminning kuchab ajrilib chiqishiga ta'sir ko'rsatgan vaqtimizda bizningki nurg'un ishlardan huzur olamaydigan bo'lib qolganligimiz va boshqa ishlarda diqqatimizni yig'olmaydigan bo'lib qolganligimiz to'g'risida o'rgandik. Endi shu dopaminni tanishishda bo'lsin yoki boshqa ishlarda diqqatimizni yig'ish bo'lsin, har qanday shunday ishlarda ko'pchilikning agar tavsiyasi bo'lsa, bizlar ham bahrlashsa xush bo'lamiz. Munozara qismida sizlarning munozaralaringizni saqlaymiz. Amsa aziz qarindoshlarim, o'zinglarni asranglar, Allohga emanet.